Hozir men sizlarga 16 dan 9 ni ayirishni oson usulini ko'rsataman. 16 bizda 4 ni kvadrati, 9 esa 3 ni kvadrati. Xo'sh, endi bu bizga nimani eslatyapti? Qisqa ko'paytirish formulasi. Xo'sh, u qanaqa bo'ladi? 4 plus 3 ko'paytiramiz. 4 minus 3. Ajoyib, endi qavslarni ochib olamiz. 4 ni 4 ga ko'paytirsak 16. 4 ni minus 3 ga ko'paytirsak minus 12. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12. 3 ni minus 3 ga ko'paytirsak minus 9. Minus 9. Ajoyib, endi esa 12 lar yo'q bo'lib ketadi va 16 minus 9 qoladi. Endi esa bu yerda hisoblab olamiz. 16 minus 9. 6 9 dan kichkina bo'lgani uchun birdan qarz olib turamiz va bu yerda 16 minus 9 bo'ladi. Yaxshi, yana birdan qarz olamiz va 16 minus 9. Hozir men sizlarga 16 dan 9 ni ayirishni oson usulini ko'rsataman. 16 bizda 4 ni kvadrati, 9 esa 3 ni kvadrati. Xo'sh, endi bu bizga nimani eslatyapti? Qisqa ko'paytirish formulasi. Xo'sh, u qanaqa bo'ladi? 4 plus 3 ko'paytiramiz. 4 minus 3. Ajoyib, endi qavslarni ochib olamiz. 4 ni 4 ga ko'paytirsak 16. 4 ni minus 3 ga ko'paytirsak minus 12. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12. 3 ni minus 3 ga ko'paytirsak minus 9. Minus 9. Ajoyib, endi esa 12 lar yo'q bo'lib ketadi va 16 minus 9 qoladi. Endi esa bu yerda hisoblab olamiz. 16 minus 9. 6 9 dan kichkina bo'lgani uchun birdan qarz olib turamiz va bu yerda 16 minus 9 bo'ladi. Yaxshi, yana birdan qarz olamiz va 16 minus 9.